Bugun legendarniy mahalla haqiqatan ham Olmazor tumaniga kelganmiz. Qarang, manzilni tushuntiraman. Bu yoqqa qarab yursangiz jomiga 1 kilometr, bu yoq tarafga ketadigan bo'lsangiz maktab, bog'cha, Olmazor prokuraturasiga chiqib ketasiz. Sotuvga chiqqan xonadonimizni ko'rsatadigan bo'lsam sizga qarang. Fasad qismi ugloviga joylashgan 9,5 ga 25-60 bo'ladi. Bu yerda 3 ta kotej qurib sotsangiz bo'ladi. Narxini boshida aytaman. Sotuv yer hisobi 135 ming dollar qo'yib yubordik. Yuraylik qisqacha ichkaridan ham ma'lumotini beraman. Sotuvga chiqqan xonadon shu bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, yashash imkoniyatiga ham ega bo'ladi. 8 ta xonasi bor. Bemalol bu summaga olib yashash imkoniyatingiz ham bor. Sotuvga chiqqan xonadonimizga kirib keldik. Qarang, juda ham kompaktli holatda. Ichkariga 13 metr bo'ladi. Fasad ko'cha tarafi 9,5 bo'ldi, 25-60. Mana bu yerda 2 ta xonamiz bor. Bu yerda 2 ta xona, bu yoqda 4 ta xona. Yashash imkoniyatini ham beradi. Lekin biz yer hisobi qo'yib yubordik. 135 ming dollar evaziga shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Endi agar yashayman deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda sekin jaluzini tortasiz, u yoqdan bu yoqqa nazar tushmaydi. Shu holatda ham aytib ketishimiz kerak, kelib ovora bo'lmasliklarini hisobini olgan holatda aniq ma'lumot bo'lish kerak. Narxi 135 ming bo'ldi, sotuv bo'ldi, Olmazor tumani. Chiroyli, zo'r lokatsiyada. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.